Assalomu alaykum aziz tomoshabinlarim. Bugun siz uchun hayotiy ahamiyatga ega shoshilinch xabarlar bilan sizning e'tiboringizni qaratmoqchiman. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki oilangizda pensionerlar bo'lsa, bu video siz uchun juda muhimdir. Chunki bu ma'lumotni bilmaslik yoki unga amal qilmaslik sizning nafaqa pulingizni yo'qotishingizga olib kelishi mumkin. Bu hazil emas, bu jiddiy masala. Shuning uchun iltimos, videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Har bir so'zimga e'tibor bering va hoziroq kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosing. Bu videoning ko'proq odamlarga yetib borishiga yordam beradi va bizga yangi foydali kontent yaratish uchun motivatsiya beradi. Xo'sh, muammo nimada? Avvallari nafaqa tizimi biroz boshqacharoq ishlagan. Ko'pgina jarayonlar avtomatik tarzda inson ishtirokisiz amalga oshirilardi. Masalan, pensiya pulingiz muntazam ravishda sizning kartangizga tushirilar edi va ko'pchilik hech qanday qo'shimcha harakatlar qilmasdan o'z pullarini olib kelardi. Pensiya jamg'armasi ba'zi ma'lumotlarni o'zi yangilardi yoki sizdan talab qilinadigan hujjatlar ro'yxati unchalik ko'p emas edi. Barcha ma'lumotlar asosan bir marta taqdim etilgan va keyin avtomatik tarzda qayta ishlanar edi. Bu tizim o'zining qulayliklariga ega edi, ammo shaffoflik va ma'lumotlarning dolzarbligini ta'minlashda ba'zi kamchiliklarga ega edi. Ba'zan odamlar yashash joyini o'zgartirsa ham bu ma'lumot pensiya tizimi kechikib yetib borar edi yoki boshqa muhim o'zgarishlar e'tibordan chetda qolar edi. Lekin endi vaziyat o'zgardi. Hukumat ijtimoiy himoya tizimini yanada shaffof va adolatli qilish, shuningdek nafaqaxo'rlarga yangi qo'shimcha imtiyozlar va ijtimoiy to'lovlar joriy etish maqsadida bir qator yangi qoidalarni kiritdi. Bu yangi tizimda har bir nafaqaxo'rning ma'lumotlarini muntazam ravishda yangilab turish juda muhimdir. Ayniqsa 2024 yil aprel oyi oxirigacha bajarilishi shart bo'lgan bir qator muhim talablar paydo bo'ldi. Bu o'zgarishlarning asosiy sababi pul mablag'larining faqatgina haqiqiy ehtiyojmandlarga yetib borishini ta'minlash, pensiya to'lovlaridagi xatolarni minimallashtirish va nihoyat mamlakat miqyosida raqamli ijtimoiy xizmatlar platformasini yaratishdir. Bu o'zgarishlar nafaqat pullarni tejashga, balki kelajakda yanada qulay va tezkor xizmatlar ko'rsatishga xizmat qiladi. Endi pensiya fondi shunchaki pul yuborib qo'yavermaydi, balki sizning ma'lumotlaringizning dolzarbligini tekshirishni talab qiladi. Shuningdek, yangi joriy etilgan qo'shimcha ijtimoiy nafaqalardan foydalanish uchun ham aynan aprel oyi oxirigacha murojaat qilish zarur. Agar bu muddat o'tkazib yuborilsa, siz nafaqat qo'shimcha puldan mahrum bo'lasiz, balki asosiy pensiya to'lovlarida ham uzilishlar bo'lishi mumkin. Endi esa kimlarga bu ma'lumot ayniqsa tegishli ekanligini va kimlar xavotirlanishi shart emasligini batafsil ko'rib chiqamiz. Birinchidan, kimlar muhakkak harakat qilish kerak? 1. Siz so'nggi 2 yil ichida pasport ma'lumotlarini yangilamaganlar, agar sizning pasport muddatini o'zgartirgan bo'lsangiz yoki yangi biometrik pasport olgan bo'lsangiz, bu ma'lumotni pensiya jamg'armasiga bildirmagan bo'lsangiz, siz zudlik bilan harakat qilishingiz kerak. Masalan, Toshkentlik Zebo buvi 75 yoshda. U o'tgan yili eski pasportini biometrik pasportga almashtirgan, lekin buning pensiyasiga ta'sir bo'lishi mumkinligini bilmagan. Pensiya jamg'armasining ma'lumotlar bazasida hali ham eski pasport ma'lumotlari turibdi. Agar u aprel oxirigacha yangi pasport ma'lumotlarini taqdim etmasa, tizim uni aniqlanmagan shaxs sifatida qabul qilishi mumkin va pul o'tkazishni to'xtatadi. Bu esa Zebo buvining bir necha oy davomida pensiyasiz qolishiga olib kelishi mumkin. Ma'lumotlar qayta tiklanguncha. Bu davrda u kunlik ehtiyojlarni qondirishda jiddiy qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Yashash joyini o'zgartirgan pensionerlar. Agar siz bir tuman yoki viloyatdan boshqasiga ko'chib o'tgan bo'lsangiz va bu haqida pensiya fondini xabardor qilmagan bo'lsangiz, siz ham zudlik bilan harakat qilishingiz kerak. Samarqandlik Akmal bobo taxmin yoshda. U 2 yil oldin o'g'lining yoniga Navoiyga ko'chib o'tgan. Lekin yashash joyini rasman ro'yxatdan o'tkazgan bo'lsa-da, pensiya fondidagi hisobini Navoiy viloyatidagi bo'limga o'tkazmagan. Bu holatda pensiya fondi uning haqiqiy yashash joyi to'g'risida chalkashlikka duch kelishi va to'lovlarni to'xtatishi mumkin. Akmal bobo xuddi shu sababdan keyingi oy pensiyasini ola olmasligi ehtimoli bor. Pensiya fondi avtomatik tarzda uning mavjudligini tekshirish jarayonida muammo topib, pullarini bloklashi mumkin. Bu esa uning uchun kutilmagan qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Chunki u nafaqat pensiyasiz qoladi, balki bu muammoni bartaraf etish uchun vaqt va kuch sarflash kerak bo'ladi.
3as bank kartasi yoki aloqa ma'lumotlarini o'zgartirganlar. Agar siz pensiya olayotgan bank kartasini o'zgartirgan bo'lsangiz yoki telefon raqamingizni o'zgartirgan bo'lsangiz, bu haqda ham ma'lumot berishingiz shart. Farg'onalik Dilfuza opa Olimtakis yoshda. U yaqinda bank kartasini o'g'irlatib, yangi bank kartasi olgan. Ammo pensiya jamg'armasiga bu haqda xabar bermagan. Natijada aprel oyidan boshlab uning pensiya puli eski yopiq kartaga o'tkazilishi mumkin va u bu pulni ola olmaydi. Yoki agar jamg'arma u bilan bog'lanishga urinsa va eski raqami ishlamasa, bu ham uning to'lovlarida muammolarga olib kelishi mumkin. Bu Dilfuza opa uchun jiddiy moliyaviy muammo tug'diradi. Chunki u pulini olish uchun bankka borishi, pensiya jamg'armasi bilan bog'lanishi va bu jarayon bir necha kun yoki haftani olishi mumkin. Bu davrda uning ehtiyojlari qondirilmay qoladi. 4. Asrash yangi ijtimoiy to'lovlar yoki imtiyozlarga murojaat qilmoqchi bo'lganlar hukumat tomonidan joriy etilgan yangi keksalar uchun ijtimoiy qo'llab-quvvatlash dasturi doirasida ba'zi pensionerlarga qo'shimcha to'lovlar belgilangan. Bu to'lovlar, masalan, yoshi 70 dan oshgan yolg'iz pensionerlar yoki nogironligi bo'lgan shaxslarga berilishi mumkin. Bu yangi imtiyozdan foydalanish uchun ham aprel oyi oxirigacha ariza topshirish shart. Agar siz ushbu dasturga kirsangiz, lekin aprel oxirigacha ariza bermasangiz, siz yiliga 1 million so'mdan ortiq pulni qo'ldan boy berishingiz mumkin. Masalan, 2 yoshli Qashqadaryolik Maqsud bobo yakka o'zi yashaydi. Uning pensiyasi 1 million 200 ming so'm. Yangi dastur bo'yicha unga qo'shimcha 1 ming so'm miqdorida har oylik ijtimoiy yordam puli ajratilgan. Agar Maqsud bobo aprel oxirigacha ariza bermasa, bu yilgi 1 million 200 ming so'mlik qo'shimcha pulni ola olmaydi. Bu pulining dorilar yoki kommunal to'lovlar uchun katta yordam bo'lar edi. Maqsud bobo bu ma'lumotdan bexabar qolsa, o'zi uchun muhim bo'lgan bu mablag'dan mahrum bo'ladi. Ikkinchidan, kimlar xavotirlanishi shart emas. Agar siz oxirgi 1 yil ichida pensiya jamg'armasida o'z ma'lumotlaringizni yangilagan bo'lsangiz, yashash joyingizni o'zgartirmagan bo'lsangiz, bank kartangiz yoki telefon raqamingiz o'zgarmagan bo'lsa va hozirgi paytda muntazam ravishda pensiya olayotgan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan sizdan hech qanday qo'shimcha harakat talab qilinmaydi. Biroq shunga qaramay, har ehtimolga qarshi, hech bo'lmaganda pensiya jamg'armasining ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilib yoki davlat xizmatlari markazi orqali o'z ma'lumotlaringizning dolzarbligini tekshirib qo'yishingizni tavsiya qilaman. Hatto kichik bir ma'lumotdagi xato ham keyinchalik katta muammolarga olib kelishi mumkin. Har doim ehtiyotkor bo'lish yaxshi. Endi esa qoidalarning istisnolari, tuzoqlar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlar haqida gaplashamiz. Bu sizni kutilmagan muammolardan qutqarishi mumkin. 1. Asrash kasallik yoki qariyalar uyi. Ba'zi pensionerlar kasallik tufayli to'shaqda yotgan bo'lishi mumkin yoki qariyalar uyida yashayotgan bo'lishi mumkin. Bunday hollarda shaxsan murojaat qilish imkoniyati bo'lmaydi. Bunday vaziyatda pensioner nomidan uning qonuniy vakili, vasiy, homiy yoki ishonchli vakil harakat qilishi mumkin. Buning uchun notarial tasdiqlangan ishonchnoma talab qilinadi. Ishonchnomada aniq qilib, pensiya bilan bog'liq ishlarni amalga oshirish vakolati ko'rsatilishi shart. Agar ishonchnoma bo'lmasa, harakat qila olmaysiz. Shuningdek, qariyalar uylarda yashayotganlar uchun odatda u yerdagi mas'ul xodimlar bu jarayonni o'z zimmalariga olishadi. Lekin siz baribir bu masalani aniqlashtirib olishingiz kerak. Ishonchnoma rasmiylashtirish jarayoni ham vaqt talab etishi mumkin. Shuning uchun bunga ham oldindan tayyor turish kerak. Chet elda yashayotgan pensionerlar, agar siz chet elda yashayotgan bo'lsangiz, o'z mamlakatingizdagi O'zbekiston elchixonasi yoki konsulligiga murojaat qilishingiz kerak. Ular orqali hujjatlarni tasdiqlash va kerakli ma'lumotlarni yuborish mumkin. Bu jarayon ancha vaqt olishi mumkinligi sababli aprel oxirigacha ularga murojaat qilish juda muhimdir. Ba'zi davlatlarda elektron aloqa yo'lga qo'yilgan bo'lishi mumkin, lekin baribir shaxsan murojaat qilish yoki ishonchli vakil orqali harakat qilish eng yaxshi yo'l. Ochiqmas, tuzoqlar va firibgarlar. Har qanday moliyaviy o'zgarishlar paytida firibgarlar faollashadi. Sizga telefon qilib, o'zlarini pensiya jamg'armasi xodimi deb tanishtirib, go'yoki ma'lumotlaringizni yangilash uchun bank kartangizning raqami, paroli yoki CV kodini so'rashlari mumkin. Hech qachon bu ma'lumotlarni hech kimga bermang. Pensiya jamg'armasi xodimlari sizdan hech qachon bunday maxfiy ma'lumotlarni telefon orqali so'ramaydilar. Barcha rasmiy ishlar faqatgina shaxsan murojaat orqali davlat xizmatlari markazlari
yoki pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlarida, shuningdek rasmiy elektron hukumat portallari orqali amalga oshiriladi. Shubhali xabarlarga yoki qo'ng'iroqlarga ishonmang. Ma'lumotlaringizni faqatgina rasmiy va tasdiqlangan manbalar orqali tekshiring. Aks holda nafaqat pensiyangizni yo'qotasiz, balki kartangizdagi barcha mablag'lardan ham ayrilishingiz mumkin. 4. Hujjatlardagi xatolar, ariza shakllarini to'ldirishda yoki hujjatlarni taqdim etishda kichik xatolar ham muammolarga olib kelishi mumkin. Masalan, familiya, ism, otasining ismini noto'g'ri yozish, tug'ilgan sanani chalkashtirish, pasport seriyasi va raqamini xato kiritish kabi oddiy xatolar. Bu holatda sizning arizangiz rad etilishi mumkin va siz jarayonni qaytadan boshlashingiz kerak bo'ladi. Bu esa vaqt yo'qotish va aprel oyining oxirgi muddatini o'tkazib yuborish xavfini oshiradi. Har doim hujjatlarni sinchiklab tekshiring va shubhangiz bo'lsa, mutaxassislardan so'rang. 5. Astirish muddati o'tkazib yuborilgan holatlar. Agar siz aprel oxirigacha belgilangan muddatga ulgura olmasangiz, darhol harakat qilishingiz kerak. Pensiya to'lovlari to'xtatilgan taqdirda, siz muammoni hal qilgandan so'ng to'xtatilgan pulni orqaga qarab olishingiz mumkin. Biroq bu jarayon biroz vaqt talab qiladi va bu davrda siz moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelishingiz mumkin. Bundan tashqari, yangi ijtimoiy to'lovlar uchun ariza topshirish muddati o'tgan bo'lsa, ularni keyingi yilgacha ola olmasligingiz mumkin. Shuning uchun imkoni boricha muddatni o'tkazib yubormaslikka harakat qiling. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Amaliy maslahatlar. Siz nima qilishingiz kerak? Qadam-qadam ko'rsatmalar. Birinchi, vaziyatingizni aniqlang. Avvalo, yuqorida sanab o'tilgan vaziyatlardan qaysi biriga tushishingizni aniqlab oling. Pasportingizni yangilaganmisiz? Ko'chganmisiz? Bank kartangizni o'zgartirganmisiz? Yangi ijtimoiy to'lovga haqli bo'lishingiz mumkinmi? Agar shularning birortasi bo'lsa, siz harakat qilishingiz kerak. 2. Astos kerakli hujjatlarni to'plang. Astos pasport, asl nusxasi va nusxasi. Pasportingizning haqiqiy ekanligiga va muddat o'tmaganligiga ishonch hosil qiling. Pensiya guvohnomasi, pensiya kitobchasi agar mavjud bo'lsa, unda sizning pensiya turi va raqami ko'rsatilgan bo'ladi. Shaxsiy identifikatsiya raqami. Bu sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni tasdiqlovchi asosiy raqamdir. Ba'zi joylarda uni stir deb ham atashlari mumkin. Lekin hozirda PIN-FL universal hisoblanadi. Asterisk bank kartasi raqami va rekvizitlari. Agar pensiyani bank kartasiga olayotgan bo'lsangiz, bankdan o'z rekvizitlaringizni, hisob raqami, bank MFOsi olishingiz mumkin. Yashash joyi to'g'risidagi ma'lumotnoma. Agar yashash joyingizni o'zgartirgan bo'lsangiz, ushbu ma'lumotni davlat xizmatlari markazlaridan olishingiz mumkin. Agar mavjud bo'lsa, nogilik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, vasiylik to'g'risidagi hujjatlar. Bular qo'shimcha imtiyozlarga yoki vakillik qilishga asos bo'lishi mumkin. Ochiq qayerga murojaat qilish kerak? Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlari. Bu sizning yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining eng yaqin bo'limidir. Hujjatlarni topshirish va savollarga javob olish uchun eng ishonchli joy. Ish vaqti odatda dushanbadan jumagacha soat 9:00 dan 18:00 gacha. Eslatib o'taman, muddat yaqinlashgani sari navbatlar ko'payishi mumkin. Shuning uchun erta borishga harakat qiling. Asosiy davlat xizmatlari markazlari DXM. Astirish. Bu markazlar ko'plab davlat xizmatlarini bir darcha tamoyili asosida ko'rsatadi. U yerda ham pensiya masalalari bo'yicha murojaat qilishingiz, ma'lumotlarni yangilashingiz va yangi nafaqalarga ariza topshirishingiz mumkin. DXMlar odatda yanada zamonaviy va tezkor xizmat ko'rsatadi. Ular hatto shanba kunlari ham ishlashi mumkin. Shuning uchun o'zingizga yaqin bo'lgan markazning ish tartibini oldindan aniqlashtirib oling. Asosiy elektron hukumat portali MyBankov. Agar sizda elektron imzo, e-imzo bo'lsa va internetdan foydalanishni bilsangiz, ba'zi ma'lumotlarni onlayn tarzda yangilashingiz yoki arizalar topshirishingiz mumkin. Bu eng tez va qulay yo'l bo'lishi mumkin. Ammo bu usul hamma uchun ham mos kelmasligi mumkin. Chunki u ma'lum texnik ko'nikmalarni talab qiladi. Shuning uchun agar sizga murakkab tuyulsa, DXM ga yoki pensiya jamg'armasiga borish yaxshiroq. 4. Ariza qanday yoziladi? Pensiya jamg'armasi yoki DXM da sizga maxsus ariza shakli beriladi. Uni diqqat bilan va to'g'ri to'ldirish kerak. Ma'lumotlaringizni aniq yozing. Familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, pasport seriyasi va raqami PIN-FL. Hech qanday xatoga yo'l qo'ymang. Murojaat sababini aniq ko'rsating. Masalan, pasport ma'lumotlarimni yangilashni so'rayman yoki yashash joyim o'zgarganligi munosabati bilan pensiya hisobini ko'chirishni so'rayman.
yoki yangi keksalar uchun ijtimoiy qo'llab-quvvatlash dastur doirasida qo'shimcha to'lovni tayinlashni so'rayman. Achtish, aloqa ma'lumotlaringizni telefon raqami yozishni unutmang. Bu siz bilan bog'lanish uchun muhimdir. Achtish sanani va imzongizni qo'ying. Ariza to'ldirgandan so'ng uning nusxasini o'zingizda saqlab qoling va arizangiz qabul qilinganligi haqidagi tasdiqnomani, masalan, shtamp yoki ro'yxatga olish raqami olishga harakat qiling. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarda sizning himoyangiz bo'ladi. BISH pensiya jamg'armasining ishonch telefonlari. Agar sizda savollar tug'ilsa yoki aniqlik kiritishni istasangiz, pensiya jamg'armasining ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qiling. Ular sizga maslahat berishga va savollaringizga javob berishga majbur. Odatda bu raqamlar pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytida yoki davlat xizmatlari markazlarining eshiklarida ko'rsatilgan bo'ladi. Hech qachon shubhali yoki noma'lum raqamlarga qo'ng'iroq qilmang. Aziz do'stlar, umid qilamanki, bu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. Unutmang, aprel oyi oxirigacha qisqa vaqt qoldi. Bu muddatni o'tkazib yuborish nafaqat pul yo'qotishga, balki juda ko'p ovoragarchiliklarga ham olib kelishi mumkin. Shuning uchun videoni diqqat bilan qayta ko'rib chiqing. Barcha ma'lumotlarni o'zingiz uchun belgilab, oling va zudlik bilan harakat qiling. O'zingiz va yaqinlaringiz haqida g'amxo'rlik qiling. Bu video haqida boshqa tanishlaringizga, do'stlaringizga, qo'shnilaringizga ham xabar bering. Ayniqsa internetdan kam foydalanadigan keksa yoshdagi odamlarga bu videoni ko'rsating yoki uning mazmunini tushuntirib bering. Har bir kishi o'z pensiyasini o'z vaqtida va to'liq olishi kerak. Sizningcha yana qanday muammolarga e'tibor qaratish kerak? Yoki siz shunga o'xshash vaziyatga duch kelganmisiz? Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Bu boshqalarga ham yordam berishi mumkin. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Biz yana ko'plab foydali ma'lumotlar bilan sizni xursand qilishda davom etamiz. O'zingizni ehtiyot qiling.